Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, salomatmisizlar? Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilar bugun o'zimizning milliy Xorazm oshini tayyorlashini po'rbog'imizdan so'rab o'rganamiz. Ha, po'rbo palvon ichki yog'da ishlatdingiz, ha? Palov paxta yog'da. Paxta yog'dami? Kuydirilgan, ha? Yo'q, o'zimiz kuydiramiz. Ha, o'zimiz kuydiramiz, ha? Po'rbo bir savol bor. Xiyorda 90 gramdan 9 kilo pishak, 9 kilomi 9 tonnami? Ova. 14-dekabrda 9 tonna Xiyoda. 1 kilo pishirib berasiz endi qana. Men 100 kilodan o'tim bor ekan. 100 kilo pishiraman. 1 tonna pishiravermaysizmi? Bu pishiradi vakilli. Bekhosh. 15 tonna pishiradi. Aylantirib pishirib berayin. Ponik tonnadan javobang, og'a? Bekisha? 14 tonna. Uyga kelsa go'shtni sol, go'shtni. Birinchi jarayonda go'sht berasizmi bunga, og'a? Go'sht. Şimdi hozir videomiz pauza berib, aslan jarayonlarni birgalikda ko'rib boraveramiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Bu yoqda. Mana po'rbo va keyingi jarayonni go'shtni yuvatib qozona birgalikda lahim joylaridan. Shuhrat aka, xudo xolasa 9-dekabrda borasizmi? 14-dekabrda Xiyoga. Osh markazini. Qarab vermak-a? Qarash bermoqda. Bo'ldi. Nega chiqibdi? Arası uçtuğuna yerin bakıyor. Doğuda cepler koyuyorsunuz. Nima? Hey, umani qo'yganganim. Doğuda bir deyim bana gelse de şiarık. Jarayonga yashil sabzini yuvarib turibmiz ichini. Palov pishib qizg'in. Qo'rboni hamda xizmatda yurgan odamlar. Yeşil sagallardan bulab turganlar. Qana po'rbo bu har ovqat yeyenda tashab oldi bo'ladimi? Bo'ladi. Bor. Qadaqaymi? Qadaqayimiz bor. Bor, sinmadi. Qani araq suvlarini chiqaraman. Palov pishmasa elde içinde bir tashlab oldi bo'ladi buni. Endi O'zimiz urf odat bo'yicha. 5 kilo tasam 1 kilosini berasiz, tashab oldiring. O'zi bo'lak salomat bo'ladi. Siyma o'ralib, Siyma bayrog'i. Siyma etib bo'lak salomlayman. Hozir Ya bunachilar sizlarga biza va'da qilingan tashab oldini yana. Nonlarni to'g'rab keldik, nonlarimiz ustuna yashil piyoz, hozir go'shtni. Üzerinde azım mal go'shti kim tarafta nechik tovuqmi boshqami kommentariya yozamiz. Po'rbog'imiz. Ümitcan o aşağı hep bindi. Jarayon. Buruch solinishini xudo xolasa birgalikda ko'ramiz, tomosha qilamiz. Yana obunachilar biz keyingi oxirgi jarayonga yetib keldik. Xudo xolasa buruch solib turibmiz, lazer buruch yuvib. Xudo xolasa videomiz qisqa bo'lishi uchun, cho'zilib ketmasligi uchun bosqichma-bosqich ko'rsatib turibmiz. Shuhrat aka, xudo xolasa bu endi oxirgi bosqichga qilmang. Buruchni solib pishgandan keyin xudo xolasa solish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. davom solish jarayoni, palov va baho berish jarayonlari xudo xolasa birgalikda ko'rib kuzatib boraveramiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmaymiz. Bizni kuzatishda davom qiling. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bir aytiladigan yana bir axborot. Bu süzme palov emas. O'zimiz oddiy
Doğru yuvib turib salib turibmiz. O'zi savalaydi. Tendiga çok. Kamchiliklar bo'lsa oldindan ming bora uzr. Xudo xolasa endi dema qo'yasiz buni. Sana dedi. Benim ne için? Ada sen bile ki. He? Hurmatli yurtdoshlar, palovimiz ham pishdi, xudo xolasa. Endi palovni suzamiz birgalikda. Ko'rib, mazza qilib kuzatib boraverasizlar. Buna işaret yok. Doğru mu? Araba aldıysa var ya. Bıçak koy. Kolum yok geldi mi? Bıçak var koluma. Kuba atma. Forva yer yok. İsimden mazalar bu karabine. Acayip. Palov vapshim zo'r bo'libdi-a, lekin. Acayip. Az önce yesek duman baka veremiz buna. Bo'ldi, xudo xolasa yeb ko'rib bir baho beramiz. Endi baribir biza zo'r degan bilan zo'r bo'lmaydi-ku. Kurbanlı boy pişireverese teşkillerde olan gün toy. Tug'ilgan kun to'y, Tamaşa tomosha ketaveradi axir. Xudo xolasa esa siz nomerni pastda qo'yib qo'yaman. Palovdan boshqa ovqatlar ham ketaveradi axir. Oradan hammasi. Qattiq o'rdak dedinglar. Tavuklardan pişireverese. Tovuq. Pastda telefondan bog'lanib, bemalol telefon urib tashkil to'y bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Og'amiz xizmatda. Tepki diyeceğim. Akşamdan sonra akşam küçük oraya. Yüzlerimiz dınık dınık adı bunu. Yüzlerimiz doğru. Oradan değil benim durarlar. Qisma joraponi 100% diniqativ 4 formatda chiqaramiz. Chet el formatda. Ağızdan sen İngiliz alma bize gepleyenlerini. Ho. Kaç veredi onu? Montaj eder bu. Oldu mu? Doğru anlayacağım. Go'sht bo'lish jarayonlari xudo xolasa. Takta ikki. Aslında başız. Syomka jarayonlar. Muyuva. Yine bir böler şu. Agaponi restoran, kafelerda xizmat ko'rsatgansiz, qarang. Hava. Go'sht bo'lish bo'yicha. Bir yelin gitsin yanımda. Bilesen onu şey yapsan onu.
Shuncha ulug'latib qo'ying ha. Ağzına bakalım aytalım. İçeriden içkiye de bu var. Yetti ekspertlere birinchi, ikkinchi. Kana kana. Kahve o içine. Toplam doğru gitti mi? Şey çeksen bana ise. Onachilar bizning ekspertlarimiz ham ovqatga keldi. Xudo xolasa yeb ko'rib bahosini aytadilar. Kana kaç kilometre şimdi başlayalım. Qanaqa qo'rboni ovqatini ichib chiqibdi bir yeb ko'rib Orman turib. ovqatına gel yok çoğra. Malades. Ko'rinishidan lekin vobshim zo'r lekin. Bismillah deb boshlandi. Zo'rmi og'a? Başka poğlarındaki ben bu zakmayayım. Yağı hem böyle özünde. Acayip. Gap bo'lishi mumkin emas, Yap borcunu gel. Toylarda şuna pişirtireveringler. Zakmanlı poğlu. Bir birinci bir göğüş. Acayip. Poğluğa gel yok. Sokak. Ne oldu toylara bak bu isteyin ya. O Geleneğinle.